Dunyoning eng xunuk iti aniqlandi. Hisob bo'yicha 50-tanlov g'olibligi Mops zotidan bo'lgan 6 yoshli Jinni Lu laqabli itga nasib etdi. Bu tanlovda itlar go'zallik standartlariga moslik tarafidan emas, balki o'ziga xosligi, fe'l-atvori va hayotiy hikoyalari orqali baholanadi. Jinni Luning tashqi ko'rinishidagi asosiy xususiyatlar bo'rtib chiqqan ko'zlari va doimiy osilib turadigan tilidir. Uning hikoyasi esa Janubiy Koreyadan boshlangan. Itni tog'da, sovuq havoda yog'och quti ichidan topib olishgan. Hozir u mehribon va g'amxo'r oilada yashaydi. Erkalanish, oftobda tovlanish va mehmonlarni kutib olishni yaxshi ko'radi. Uning bir g'alati odati ham bor. Jinni Lu ko'zguda o'z aksini ko'rishi bilan akillay boshlaydi. Mops bu tanlovda g'alaba qozonish uchun 4 marta ishtirok etishiga to'g'ri keldi. U 2025-yilda 2-o'rinni egallagan edi. Lu g'oliblikdan tashqari $5000 mukofot va Nyu-Yorkka sayohatni ham qo'lga kiritdi. Ana bo'lmasam. Bu tanlov 50 yildan beri o'tkazib kelinadi va bu vaqt ichida u shunchaki ko'ngilochar shoudan hayvonlarni asrab olishni qo'llab-quvvatlovchi aksiyaga aylangan.